O Dünya. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A Aqhun. Cənnət əhlinin sərdarları. Cənnət əhli dərəcələri cənnətlərinin mərtəbələri və nemətlərinin miqdarında fərqli bolğanidək, ular yana Allah Taala'nın dərgahidəki qədri və dərəcəsində fərqli boladi. Ondaqda ularning eng üstün dərəcəsi qaysı? Cənnət əhlinin o'ttir yaşdagilarning sərdarlari kimlar? Cənnət əhlinin yaşlarının sərdarlari kimlar? Cənnət əhlinin eng üstün dərəcədəgilari Rasul anbiyalar bo'lib, o zatlar Allahның tanlanğan bandalari. Haqni sözlügücülər, rastçılıq bilan dəvat qılğıcılar, taqvadarlarning yo'lboshchilari va salih avliyalardır. Cənnət əhlinin o'ttir yaşdagilarning sardari ikki kishi. O ikkisi Nabi sallallohu alayhi va sallamning hayot vaqtidagi hamrohlari va vafotidan keyin qabr qo'shnilari bo'lgan Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhulardir. Nabi sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr bilan Umar Rasul anbiyalardan qolsala ilgirkilardan va keyingilardan bo'lgan jannat ahlining o'ttir yoshdagilarning sardorlaridir degan. Abu Bakr bilan Umar qandaqsiga jannat ahlining o'ttir yoshdagilarning sardorlari bo'ladi. Halbuki insonlar jannatga 33 yosh holatida kiradigan tursa. Hadisdagi kahul o'ttir yoshdagilar bo'lsa, kahalning ko'pligidir. Kahal bo'lsa, erlarga nisbatan 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlarni ko'rsatadi. Abu Bakr bilan Umar bo'lsa, musulmonlarning ichida o'ttir yoshda vafot bo'lib jannatga kirganlarning sardorlaridir. Ammo yosh holatida vafot bo'lganlarga kelsak, Hasan va Husayn radhiyallohu anhuma ikkisi jannat ahlining yoshlarining sardorlaridir. Nabi sallallohu alayhi va sallam jannatda Umar radhiyallohu anhuning qasrini ko'rdi. U bek go'zal qasr bo'lib, atrofida o'stanglar va daraxtlar bor edi. Bu qasr o'zida turadigan kishini kutib turayotgan edi. Umar radhiyallohu anhu rastchil bo'lganligi, jihad qilganligi, ibodatgo'yligi va zohidligi uchun dunyodagi vaqtida bu bishorat berilishga loyiq bo'lgan zot edi. Nabi sallallohu alayhi va sallam dediki, tushimda jannatga kiribdiman. Qarasam oldimda oltindan solingan bir qasr turdi. Bu qasr kimning deb so'rasam, farishtalar Qurayshlik bir kishining deyishdi. Kirib ko'rib bakmoqchi bo'ldim-yu, kullishoning qattiqligini bilgachga kirmadim dedi Umar. Ya Rasulullah, sildimmi kullaymanmi deb ketdi. Jannat ahlining yoshlarining ikki sardori. Hasan va Husayn radhiyallohu anhuma Ali bilan Fatima radhiyallohu anhumaning ikki o'g'li bo'lib, bu ikkalan jannat ahlining yoshlarining sardorlaridir. Bular bu sharafga loyiqdir. Chunki bu ikki zot islom uchun ko'rsatgan xizmatlari, fidokorliklari va jihodlari uchun bu ustun martabaga loyiq bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Hasan bilan Husayn jannat ahlining yoshlarining sardorlaridir degan. Jannat bilan bishorat berilgan 10 sahoba. Nabi sallallohu alayhi va sallam ashablardan 10 kishining islom uchun ko'rsatgan xizmatlari, fidokorliklari va jihodlar uchun jannat ahlidan ekanligini bayon qilib berdi. Bu hargizmi ashablardan faqat mushu 10 kishilar jannatga kirdi deganlik emas, balki ashablarning hammasining fazilati bor. Buning dalili sifatida Nabi sallallohu alayhi va sallam Badr g'azotida qatnashgan sahobalar haqida balki sen bilmagining bilan Allah Badr g'azotida qatnashganlarning dillaridagini bilib, ularga xalqinglarni qilinglar. Men sizlarning gunohinglarni mag'firat qilib da'vatgan bo'lsa ajab emas degan. Nabi sallallohu alayhi va sallam yana Hudaybiyada daraxtning ostida Allah yo'lida jihad qilishga rizvon bay'at qilgan 1400 sahobiga guvohlik berib, faqatla qizil tugining egasidan boshqa daraxtning ostida bay'at qilganlar jannatga kirmay qolmaydi degan. Lekin Nabi sallallohu alayhi va sallam bu 10 sahobaning fazilatini va sharafini ayon qilish uchun ularga xos guvohlik berib aytdi. 10 kishi jannatidir. Abu Bakr jannatidir, Umar jannatidir, Osman jannatidir, Ali jannatidir, Zubayr jannatidir, Talha jannatidir, Ibn Avf jannatidir, Said jannatidir, Said ibn Zayd jannatidir va Abu Ubayda ibn Jarrah jannatidir. Demak, ularning hammasi Rasul sallallohu alayhi va sallamning ashablari bo'lib, ularning hammasining martabalari ustundir. Guvohlik. Oyat va hadisda jannati deb guvohlik berilganlardan boshqa hech kimga jannati deb guvohlik berilmaydi. Jannat ahlining ayollarining sardorlari. Allah Taala jannatni mu'min erlar va mu'min ayollar uchun qarorgoh qildi. Xuddi erlarning ichida kunduzlari ro'za tutib, saharlari Allohdan qo'rqib yig'laydiganlar bo'lganidek, ayollarning ichidami kunduzlari ro'za tutib, saharlari Allohdan qo'rqib yig'laydiganlar bor. Ondaqda Nabi sallallohu alayhi va sallam ayollardan birisiga jannati deb guvohlik berganmi? Ular kimlar?
Qanchalagan ayollar barki, ular yaxshi so'z va amallarda erlar bilan musobaqalashib, Rabbiga ibodat qilishda, diniga yordam berishda, yaxshilik yo'llariga pul-mol sarf qilishda va ilm o'rganishda erlarning oldiga o'tib ketgan. Balki tarix sahifalarini varaqlab baqsaq, qanchalagan eng katta fazilatlarning ayollarga mansub bo'lganligini ko'rib yetamiz. Tunja qatim haramda o'ltiraqlashib, zamzam suyidan ichgan va Safa Marvaning orliqida yugurgan ayol İsmail alayhissalomning onasi Hajar onamiz edi. Tunji bo'lib islomga kirgan va Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yordam bergan ayolmi mo'minlarning onasi Xadicha onamiz edi. Xo'jayini tarafdan azoblangan, oxiri Alloh yo'lida tunji bo'lib o'ldirilgan ayolmi Ammar ibn Yasirning onasi Sumayya edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir qancha ayollar uchun jannatga kirdiganligi bilan guvohlik berdi. Ularning qatoridan birinchi, mo'minlarning onasi Xadicha radhiyallohu anha. U mo'min erlar va mo'min ayollarning onasi, solih ayollarning yo'lboshchisi va taqvodor ayollarning ulgusi edi. Shundaqla aql, hikmat va qurbonlik berishda oldingi qatorda edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Jibril Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Mana bu Xadicha sana tamoq yoki ichimlik bor qacha ilib kelibdi. Uningga Parvardigoridan salom aytgan. Uningga varang-churung, jafo mushaqqat bo'lmagan jannatdagi marvoyat saroy bilan xush bishorat bergan" degan. Ikkinchisi, mo'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha. U Siddiqning qizi Siddiqa radhiyallohu anhuma bo'lib, u Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayoli va umr rafiqasi edi. Shundaqla Alloh Qur'onda sura Nurning 10 oyatida uni poklagan ayol edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, erlardan nurg'un kishilar kamolatga yetgan. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli Asiya bilan Imronning qizi Maryamlar kamolatga yetgan. Haqiqatanmi Aishaning boshqa ayollardan afzalligi sarid, sho'rpaga chilangan nonning boshqa tamoqlardan afzalligiga o'xshashdir. Sho'rpa Nabiy sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'radigan tamoq edi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga "Siz mening dunyo va oxiratda ayolim bo'lishga rozimisiz?" degan edi. Men shundoq, Alloh bilan qasamki roziman desam, u zot undaqda siz mening dunyo va oxiratda ayolimsiz dedi. 3. Fatima radhiyallohu anha. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qizi, yurak parisi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tog'asining o'g'li Ali radhiyallohu anhuning ayoli va jannat ahlining yoshlarining sardorlaridan bo'lgan Hasan bilan Husaynning onasidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan bu farishta bu kechidan ilgari zamonga tushib boqmagan ekan. U menga salom berishga va Fatimaning jannat ahlining ayollarining xonishi ekanligi va Hasan bilan Husaynning jannat ahlining yoshlarining sardorlari ekanligini bishorat berish uchun Parvardigoridan ijozat olibdi degan. 4. Imronning qizi Maryam va Muzahimning qizi Asiya. Bu ikki zot ilgirki ummatlardan bo'lgan solih ayollar bo'lib, Alloh taolo u ikki ayol zotini iymon etishga, Rabbiga itoat qilishga, balo qazolarga sabr qilishga, ko'p ibodat qilish va ko'p duo qilishga muvaffaq qilish bilan hurmatlagan edi. Maryamga kelsak, Allohning payg'ambari Isa alayhissalomning onasi bo'lib, Alloh taolo Qur'onda uning sha'nini zikr qildi. Asiya bo'lsa Muzahimning qizi va Fir'avnning ayoli bo'lib, u qattiq azoblangan bo'lsa-mu, iymon etganligi uchun beshiga kelgan musibatlarga sabr qilgan edi va uydan ilgari qo'shnini tanlagan edi. Alloh taolo Qur'onda uning so'zini naql keltirib deganki: "Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgan, meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgan, meni zolim qavmdan qutuldirgan." Tahrim surasi 11-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 siziqni sizdi. Andan buning nimaligini bilamsizlar deganida ular Alloh va uning payg'ambari obdan bilguchidir dedi. U zot jannat ahlining ayollarining eng esillari Xuvaylidning qizi Xadicha, Muhammadning qizi Fatima, Imronning qizi Maryam va Muzahimning qizi Fir'avnning ayoli Asiyadir dedi. Alloh taolo Muzahimning qizi Asiya va Imronning qizi Maryam alayhissalomlar to'g'riliq aytdi. Allah iman etganlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgan, meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgan, meni zolim qavmdan qutuldirgan" dedi. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni po'lidiq. Dam uning ishiga kirib, Isoga homildor bo'ldi. U Parvardigorining so'zlarini va nozil qilgan kitoblarni tasdiq qildi va Allohga itoat qilguvchilardan bo'ldi. Tahrim surasi 11-12 oyatlar.
Bu mo'min ayolning haq ustida mustahkam turganligi haqida bir dars bo'lib, bu mo'min ayol kofirlar bilan aralashib yashashga majburlangan bo'lsa-mu yoki ularning hukmronligining ostida bo'lsa-mu, uning iymoni va taqvoligi ularning ta'sirini qabul qilishdan yoki kofirlarni rozi qilish uchun dindan voz kechishdan saqlab qolgan edi. Fir'avnning ayoli Asiya Alloh uchun ixlos qilgan mo'min ayol edi. Fir'avn bo'lsa haddidan oshgan bir tag'ut edi. Asiya Rabbiga itoat qilgan chaqda uningga erining kofir bo'lganligi ta'sir ko'rsatilmadi. Bundaq bo'lishi kishilarning Alloh taolaning bir kishini boshqa birisining gunohining sababi bilan jazolamaydigan adil, hikmat bilan ish qilguvchi zot ekanligini bilish uchundir. Fir'avnning ayoli Rabbidan o'zini rahmatiga yaqin qilishni, o'zi uchun jannatda bir uy bino qilishni, o'zini Fir'avndan va uning nachar amalidan qutqizishini va zolim qavmdan qutuldirishini tiladi. Allah Taala uning duosini ijobat qildi. Allah Taala iymon etganlar uchun yana bir misolni keltirdi. U bo'lsa-mu, iffatini saqlagan va Rabbidan qo'rqqan Imronning qizi Maryamdir. Allah Taala u ayolni izzatladi va uning o'g'li Isa alayhisalomni izzatladi. Bugungi kunda bizning hamshirlarimiz, qizlarimiz va barliq ayollar uchun yuqoridagiga o'xshash ayollarni ulgu qilishi loyiq bo'lar. Nomi o'chmas ayollar. Jannat erlar va ayollar uchundir. Qanchalagan ayollar borki, ular amallarda erlar bilan musobaqalashib, ularning oldiga o'tib ketgan. Jannat ahlining jannatga kirish holati. Jannat u eng oxirgi va cho'ng qarorgohdir. U baxt saodat makonidirki, uningdan keyin baxtsizlik yo'qdir. Bir aramgohdirki, uningdan keyin harib charchash yo'qdir. Jannat ahli xursand bo'lgan va Allohdan dunyoda orqasida qolganlarga xush xabar berishini tilagan va butun g'am qayg'ularni unutib ketgan holda kiradi. Undaqda ular jannatga qandoq mangdiriladi? Ularning go'zalligining va bo'ylarining miqdori qanchalik? Jannatning darvozalarining hajmi qanchalik? Ular qistilishamdi. Alloh taolo jannat ahlining jannatga kirdiganligini sifatlab aytadi. Parvardigoriga taqvodorlik qilganlar jannatga to'p-to'p bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ichilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga amonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qalinglar deydi. Zumar surasi 73-oyat. Demak, ular qalblariga xushallik to'lgan, chiroylarini tabassum qoplagan holda to'p-to'p bo'lib jannatga qarab mangadi. Jannatning darvozalarining kengligi. Jannatga kirguvchilarning ko'p bo'lishi va ularning jannatga kirishi bilan xushal bo'lishi hammasining qistilishmayli jannatga kirib keta oladigan darajada jannatning darvozalarining kengri va cho'ng bo'lishini taqozo qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatning darvozalarining kengri ekanligini bayon qilib aytadi. Jannatning darvozalarining har ikki qanotining oraliqi 70 yillik musofadir. Haqiqatan jannatda suv dengizi bor, sharob dengizi bor, sut dengizi bor va asal dengizi bor. Andin u dengizlardan tarmoq daryo o'stanlari bo'ladi. Yana aytadi. Jannim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, jannat darvozalarining ikki qanotining oraliqi Makka bilan Himyar, ya'ni Makka bilan Busra oraliqidakdir. Jannatning darvozalarining kengri ekanligi jannatga kirguvchilarning ko'p ekanligiga dalolat qiladi. Ularning jannatning darvozasidan kirishining sifati. Jannat ahli bir odamning qalbidek bo'ladi, bir aqidada bo'ladi. Ularning orasida hech qanday ixtilof yoki o'chmanlik bo'lmaydi. Ular jannatga bir-birining qo'llarini tutishgan va badallari bir-biriga yaqin bo'lgan holda kiradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, ummatimdan 70 ming yoki 700 ming odam bir-birlarini tutishgan holda hammasi jannatga jazman bir yo'lga kirib ketadi. Ularning chiroylari 14 kunlik to'lin oydek nurona bo'ladi. Jannatning darvozalari. Allah Taala aytadi. U turalg'u bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Sad surasi 50-oyat. Shundoq, jannat ahlining jannatga xotirjam holatda kirish uchun ularni hurmatlash yusidan jannatning darvozalari ochiq bo'ladi. Jannatning 8 darvozasi bor. Jannatning darvozalari kengri, go'zal va orasidan o'tish oson bo'lsa-mu, u yana 8 darvozadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatning 8 eshigi bor. Uning ichida Rayyan deb ataladigan bir eshik bo'lib, u eshikdan faqat ro'zdarlarga kiradi degan. Yana kimki Alloh yo'lida bir jup narsa xajlasa, u kishi jannatning eshiklaridan "Ey Allohning bandasi, bu yermi yaxshi" deb chaqiriladi. Kimki namoz ahli bo'lsa, namoz eshikidan, jihad ahli bo'lsa, jihad eshikidan, ro'za ahli bo'lsa, Rayyan eshikidan, sadiqa ahli bo'lsa, sadiqa eshikidan chaqiriladi dedi Abu Bakr radhiyallohu anhu.
Adam bilan anamni o'zlariga pido qilay ey Rasululloh. Mushu ishiklarning qaysi biridan chaqirilgan kishiga ziyon yo'q ekan. Biror kishi mushu ishiklarning hammasidan chaqirlarmi deganda Rasululloh ha chaqiriladi. Men sening ashulardan bo'lishingni umid qilaman dedi. Kimki namoz, roza, sadiqa va jihad qatorliq ibodatlarning hammasini jamlagan bo'lsa, jannatning qaysi darvozasidan chaqiriladi? Bir musulmon namoz, roza va boshqa ibodatlarning qaysisini ko'p qilgan bo'lsa, shu ibodatning darvozasidan chaqiriladi. Ularning jannatga kirgan chog'dagi yeshi. Jannat ahli jannatga yoshligining qaron va go'zal mazgili bo'lgan 33 yosh holatida kiradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannat ahli jannatga soqolsiz, tuksiz va ko'zlariga surma tortilgan 30 yoki 33 yoshli o'g'lonlarning holatida kiradi degan. Ularni zinnatlagan zot Alloh taolo pakdir. Ular qarimaydigan yoshlardir. Jannat ahli hammasi yoshlar bo'lib, ularga qarilik yetmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannat ahli soqolsiz, tuksiz va surma tortilgan. Ularning yoshligi yo'qolib ketmaydi va kiyimlari ko'nrab qolmaydi degan. Demak, ular taqi turqiga, badan qurilishiga yoki go'zalligiga qirliq yetib qolishdan qo'rqmaydi. Ularning yana kiyimlari ko'nrab qolmaydi, balki ko'rkam va go'zal holatda turadi. Ularning uzunligi. Jannat ahlining badallari uzuniga va to'g'risiga mukammal holatda bo'lib, go'zallikning eng yuqori chekidadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, jannat ahli jannatga soqolsiz, tuksiz, oq, chochlari budra va surma tortilgan 33 yoshli o'g'lonlarning holatida kiradi. Shundaqla uzunligi 60 gaz, kengligi 7 gaz keladigan Adam alayhissalomning surdida kiradi. Demak, ularning ko'zlariga surma tortilgan, terilari suzuk, ranglari oq va budur choch bo'ladi. Shundaqla yoshlari 33 yosh, uzunligi 60 gaz va kengligi 7 gaz bo'ladi. Alloh taolo ularning jannatda ko'p huzurlanishi va rohatlanishi uchun badallarini dunyodagi chog'dagidan yo'g'on qiladi. Go'zallik. Jannat ahlining suratlari va badallarining go'zal bo'lishi ularning ne'matini ziyoda qiladigan narsalarning qatoridandir. Jannatning darajalari to'g'risida. Jannatning ko'p darajalari bor bo'lib, jannat ahli u darajalarga, amallariga qarata loyiq bo'lar. Xuddi mu'minlar dunyoda taat ibodatlariga qizg'an bo'lish va boshqa amallarga aldirashda farqli bo'lganidek, oxiratda jannatning darajalarida amallariga qarata farqli bo'ladi. Haq taolo aytadi: Kimki mu'min bo'lib, amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajaga erishadi. Taha surasi 75-oyat. Sizlardan Makka fathi qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib, dushmanlar bilan urushganlar, Makka fathi qilingandan keyin pul mol nafiq qilganlar va urushganlar bir-bir bilan barobar emas. Ana shularning darajasi Makka fathi qilingandan keyin nafiq qilgan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Alloh jannatni va'da qildi. Hadid surasi 10-oyat. Undaqda jannatning darajalari qaysilar? U darajalarning orasidagi musofa qanchalik? Inson darajalarga qandoq o'rlaydi? Jannat ustunlik, ne'mat va huzur jihatlarda bir-biridan ortiq daraja va martabalarda bo'ladi. Mu'minlar iymoni va taqvoliga qarata u darajalarga loyiq bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqiqatan jannat ahli yuqori darajali qasrlardagi kishilarni o'z ustidan xuddi ufuqda kun chiqish yoki kun petish tarafga ketayotgan nurliq yulduzlarga qaraganda ko'rib turadi. Bu yuqori tuvan martaba ularning o'zaro ortiqchiligi sababli bo'lgan deganida ashablar: "Ey Allohning elchisi, u degan anbiyalarning martabalari. Uningga ulardan boshqalar yetolmaydigando" dedi. Rasululloh: "Yo'q, janim o'g'ida bo'lgan zot bilan qasamki, ular Allohga iymon etgan va anbiyalarga ishonganlardir" dedi. Jannatda 100 daraja bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berdiki, jannatning darajalari 100 daraja bo'lib, u darajalarning orasida cho'ng farqlar bor. U zot kimki Allohga va Rasuliga iymon keltirdi ekan, farz namozlarni joyida o'qiydi ekan, Ramazon ro'zasini tutadi ekan, mayli u odam Alloh yo'lida jihad qilsin, mayli kindiq qani to'kilgan yerda o'ldirsin, Alloh uni jannatga kirgizishni ustiga oladi deganida ashablar: "Ey Rasululloh, kishilarga bishorat bermaylimi?" dedi. Rasululloh: "Haqiqatan jannatda 100 daraja borki, ularni Alloh uning yo'lida jihad qilganlar uchun tayyorlagan. Har ikki darajaning o'ttirida osmon bilan zamin o'ttiridagidek orliq bor. Shunga Allohdan tilganinglarda uningdan firdavsni tilanglar. Chunki u jannatning qop o'ttirisi va eng oliysidir. Rahmonning arshi uning ustidadir. Jannatning o'stanglari ashuningdan, ya'ni firdavsdan etilib chiqadi" dedi.
Firdavs qandaqsiga jannatning ham qap o'ttirsa, ham eng olisi bo'ladi. Shundaq, Firdavs jannatning qap o'ttirsida bo'lib, jannatning boshqa joylari uni qo'rshab turdi. Firdavsning jannatning eng olisi va ustuni bo'lishi uning jannatning boshqa joylaridan egiz bo'lganlik uchundir. Chunki Firdavsning to'risi mehribon Allohning arshidir. Ustun darajalar mujohidlarga xosmi? Darajalarning ustun va yuqori bo'lishi mujohidlarga xos emas, balki mu'minlardan iborat nijot topganlarning hammasi uchundir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatda 100 daraja bo'lib, har ikki darajaning oraliqi 100 yillik musofadir degan. Jannatda ko'p darajalar bor. Harisa ibn Suraqa radhiyallohu anhu Badr g'azvasida ansarlardan shahid bo'lgan tunji sahobadir. Uning vaqaligi ajoyib. Yeshi kichikligi sababli Badr g'azvasiga jangchi bo'lib qatnasholmagan Harisa urush maydonidan nariroqdagi bir ko'lchakdan suv ichayotganda g'oyibdan kelgan bir o'q tegib shahid bo'ladi. Badrdan Madinaga qaytgandan keyin Harisaning onasi Rasul akramning huzuriga kelib, o'g'li haqida mushu hadisda kelgandek so'raydi. Ey Allohning nabiysi, menga Harisa to'g'riliq so'zlab bermamdilar? Harisa Badr urushida g'oyibdan kelgan bir o'q tegib o'lib ketgan edi. Agar u jannatda bo'lsa, sabr qilay. Agar undaq bo'lmasa, men uningga ijinib qattiq yig'lay dedi Rasululloh. Ey Harisaning onasi, u jannatda nurg'un jannatlar bordir. Sizning o'g'lingiz eng oliy darajalik Firdavs degan jannatga erishdi dedi. Adillik. Mu'minlar amallariga qarata jannatning darajalarida farqli bo'ladi. Doktor Muhammad al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.